elchixonaga Komolon kelganman. Shunday Komolon masjid Drujba Narodov bilasizlar. Kelganinglarda mana shunaqa zamonaviy premium klassda 2,5 sotuv bir 6 ta xona, podvallar bilan mana bunaqa огородlarga yana baho berib ketasizlar. Ko'ryapsizlar mana archalar, gullar, mana ограждениеga nima deysizlar? Darvozalar juda katta, yaxshi sifat bilan qilingan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hammanglarga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Mana bismillah. Mana hovlini qaranglar. Kirganinglarda o'zi sizlarni kutib oladi, kelinglar deb. Mana bu yopilgan. Yechimni qaranglar, yechimni. To'g'rimiz oshxonadan chiqasizlar. Mana bu o'tiradigan joylar ham joylar qilingan, usti yopiq. Mana bu mashinalar ham yopib turadi. Ko'chani hojatxonasi, mana bu letniy kuxnya, mana bu zeleniy zona и hovli. Juda chiroyli. Bu yerda ikkita qurilyapti, bittasi tayyor. Ikkita olaman desanglar, keyingisi ham tez kunlarda tayyor bo'ladi. Hozir endi uy ishlaridan boshlaymiz. Mana kirib kelishinglar bilan hol. Bemalol joylashib olinglar, uzoq video bo'ladi. Mana hamma narsalarga detalni ko'rsatib ketaman. Lyustra, remont, neo klassika eshiklar mana juda qimmat zakaz eshiklar. Yo oshxona, haligi aytganimdek oshxonada eshik bor, bemalol kalavat o'tiradigan qilib yoziladi, yoqda o'tirsanglar ham bo'ladi. Kuxnyani o'zinglarni ana xohishinglarga qarab o'zinglar yasatasizlar. Hammani vkusi har xil. Zinalar ham juda chiroyli qurilgan. Bu yog'imizda mehmonxona. Mehmonxona ham premium mehmonxona bo'lgan. Mana hamma oynalar qo'yib, tilla rangda yana moda bo'lyapti, klassikada ko'p ishlatishyapti. Endi keyin xonaga. Birinchi qavatda hol, bitta zal, bitta sanuzel. Mana sanuzel, umumiy sanuzel. Ko'rib turasizlar. Bu yog'imizda родительский спальня. O'zining ichida alohida sanuzellari bilan pastda уже ikkita sanuzel bo'ldi. Orqada joy qolgan, yorug' tushishiga, havo aylanishiga. Endi sizlarga podvalni ko'rsataman. Mana zinalarni ham qaranglar. Kirganinglarda mana bu ochuv joy, mana bu endi ustalar narsasi turgan ekan. Bu yerda bitta kabinet, xona qilib olasizlar kerak bo'lsa. Mana bu yog'imiz ham как podval holda, ko'chaga eshigi bor. Xormaylar ustalar. Salomat bo'ling. Santexnikani zo'r qilibsizlar. Ishinglarga omad, charchamanglar. Mana ozgina kam kurslarni qilishyapti. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Mana hamma yoqqa aqlli uy tizimi qilingan ekan. Svetlar ham yonadi. Alisa deb gaplashib bemalol. Svetni o'chir, pardani och, yop. Ikkinchi qavatda zali bu. Remontlarga baho beringlar. Qo'li gul ustalar ishlayapti. Ustalarimiz ustasi zo'r. O'zini balkoni bor. Bunaqa balkon qilingan, tepalari yopilgan. И plus terrasa bor. Mana qaranglar, bemalol o'tirsanglar ham bo'ladi. Mana bu spalniyaning eshigi bor. Hozir sizlarga bir chekkadan ko'rsatib o'raman. Endi ikkinchi qavatda yana bitta xonasi, spalniyasi. Haligi terrasaga eshik. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana stoячий radiatorlar qo'yilgan. Bu yerda garderobni. Plus ichida o'zini sanuzeli bor. Sifatga baho berasizlar. Hamma narsa premium klassda ishlatilgan. Xonadon ham premium klassga kiradi. Endi bu yog'imizda yo'qda ikkita xona edi. Endi bu yoqlarni ham ko'ramiz, mana. Detskiy xonalar bu yoqda. Chiroyli ranglar tanlangan. Bu yerda ikkinchi qavatda umumiy sanuzeli. Ko'rib turganlaringizdek katta keng. Bu yog'imizda yana bitta spalniya ketyapti. Ko'ryapsizlarmi? Xullas remont zo'r qilingan, 2,5 sotuv, tepada 4 ta, pastda 2 ta, 6 ta xona, podval. Mana shunaqa chiroyli remont. Remontga o'zingizlar baho berib ketasizlar, kommentariyaga yozinglar, hammanglarga nasib qilsin. Egalari narxini 490 ming so'rashyapti, kelishtirilgan joyi bo'ladi. Уже mana reklama qilyapman, klientlar kelishyapti, 450 sarasanimiz deyishyapti. Uy egalari yo'q deyishyapti. Harakat qilasizlar. Pastki nomerga aloqaga chiqsanglar, uy egalarining telefon nomeri beriladi. Bemalol o'zingizlar kelib, gaplashib, baraka qilasizlar. Qolganlarga ham bundan zo'rlar nasib bo'lsin. Salomat bo'linglar.